orasida infarkt hamda insult tushunchasi bor. Ko'pincha xalqimiz bu ikki diagnoz haqida adashishadi. Insult bu bosh miyamizga qon quyilishi yoki qonni yaxshi yetib bormasligi, miyani ishemiyasi hisobiga kelib chiquvchi xastaliklar hisoblanadi. Infarkt xastaligimiz esa yurakni qon aylanishi bilan kelib chiquvchi muammo hisoblanadi. Bugun sizlar bilan biz infarkt mavzusi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sino Shifo klinikasining kardiolog vrachi Nazarov Sardor Alijonovich bo'laman. Yurak qon tomirlarining arteriosklerozi, ularning spazmi tufayli yurakka keluvchi qon tomirlarining qonga bo'lgan talabini kamayishi hisobiga yoki butunlay to'silish hisobiga yurak mushaklarini nekrozga uchrashi miokard infarkti deyiladi. Miokard infarkti qanday kelib chiqadi? Miokard infarktini kelib chiqish sabablari. Miokard infarktini kelib chiqish sabablarini ikkiga ajratish mumkin. O'zgartirib bo'luvchi, o'zgartirib bo'lmas omillarga bo'linadi. O'zgartirib bo'lmas omillarga. O'zgartirib bo'lmas omillarga bemorni yoshi, bu 50-60 yoshdan yuqori bo'lishi, jinsga bog'liqlik joyi. Bunda ko'proq erkaklarimiz, irsiy moyillik, avlod ajdodimizda yurak qon tomir xastaligi bilan og'rigan shaxslar bo'lsa, bizda ham bo'lish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. O'zgartirib bo'luvchi omillar. Arterial gipertenziya. Vrach nazoratida yurib, arterial gipertenziyani normal holatda ushlab yurish. Kashandalik, bemorning zararli odatlari, ayniqsa tamaki chekish. Semizlik va kam harakatlilik. Moddalar almashinuvining buzilishi. Bunda X sindromlari, metabolik o'zgarishlar, sahar diabetlar ham kirishadi. Semizlik, kam harakatlilik, metabolik sindromlar, ya'ni bemorning kam harakatliklari, endokrin kasalliklari, giperglikemiya, qandli diabet kasalliklari, noto'g'ri ovqatlanish va ko'plab omillar mavjud. Miokard infarktining rivojlanishida yana ko'plab etiologik omillari mavjud. Miokard infarktining ikki xil turi mavjud. Biz zamonaviy tibbiyotimizda ikki xil diagnoz qo'yamiz. Miokard infarktining quv tishli infarkti, quv tishsiz infarkti deb qo'yiladi. Bu nimani bildiradi? Quv tishli infarktimiz yurakni katta o'choqlik transmural infarkt bo'lganligini bildiradi. Quv tishsiz infarktimiz esa uni kichik o'choqli infarkt bo'lganligidan dalolat beradi. Miokard infarktining klassifikatsiyasi bo'yicha gaplashamiz. Miokard infarktining kechishi bo'yicha 3 xil turga bo'linadi. Birlamchi, qayta, restringlovchi turlari bor. Birlamchi miokard infarkti nima? Birlamchi miokard infarkti bemor anamnezi, tahliliy analizlar, EKG natijalariga ko'ra ilgari infarkt o'tkazmay, ilk bor o'tkazgan infarktiga birlamchi infarkt deb ataladi. Qayta infarkt esa bemor anamnezida ilgari infarkt o'tkazgan, buni EKGlar ham, echo dopplerlar ham chandiq borligini tasdiqlaydi. Va yurakdagi yangi EKGda paydo bo'lgan qo'shimcha laborator tahliliy tekshiruvlardan natijasida hosil bo'lgan tahlillar asosida qaytalanuvchi infarkt deb diagnoz qo'yishimiz mumkin. Retsidirlovchi miokard infarkti. Retsidirlovchi miokard infarkti bu nima? Bemor infarkt bo'lgandan so'ng 72 soat, ya'ni 3 soatdan 28 kun oralig'ida qayta infarkt bo'lishiga aytiladi. Miokard infarktining joylashish lokatsiyasi. Miokard infarkti uchrashi oldingi to'siq, oldingi oraliq, oldingi chap qorincha, oldingi yon devor, oldingi bazal, oldingi va yon miokard infarktlari ko'rinishda bo'ladi. Prodromal davr. Bu davrimiz 18 kundan 1 oygacha bo'lgan davr hisoblanadi. Bu prodromal davrda bemor o'zining qon bosimini nazorat qilmagan, gipotenziv dorilarni ichmagan, qon suyultiruvchi dorilarga e'tibor qilmagan, o'ziga e'tiborsiz qolgan davr hisoblanadi.
Prodromal davrdan so'ng o'ta o'tkir, ya'ni qon tomirlarida qon aylanishi, tromblar tiqilishi yoki arterial qon tomir spazmi hisobiga kelib chiquvchi o'tkir miokard infarkti. O'tkir miokard infarkti bu 2 soatni tashkil qiladi. Bu o'tkir davr juda ham muhim davr hisoblanadi. Bemorlarda infarkt bo'lgandan so'ng trombolizis terapiyalari o'tkazish zaruriyati tug'iladi. Buning uchun bemor anamnezi og'riq boshlangan davrdan boshlab hisob-kitob qilinadi. 2 soat, 4 soat oraliq yoki 6 soatgacha bo'lgan holatda streptokinaza ukollari, ya'ni trombolizis terapiyasi qilinadi. 2 soat, 4 soat, 6 soat oralig'idagi vaqtdan o'tib ketgandan so'ng trombolizis terapiyasini o'tkazishni nafi bo'lmaydi. Miokard infarktining o'tkir bosqichi. O'tkir bosqichi infarkt bo'lganimizdan so'ng 10 kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. O'tkir osti davri. Bu 10 kundan 4-8 haftagacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrlar nima uchun bizga kerak? Bemorni infarktdan davolashimizda uni dori muolajalarini, trombolizis terapiyalarini o'tkazishda hamda bemorni yotoq rejimida ushlash maqsadida bu davrlar biz uchun muhim hisoblanadi. O'tkir osti davridan so'ng bemorda infarktdan keyingi davr boshlanadi. Infarktdan keyingi davrimiz 4-8 haftadan 3-6 oygacha bo'lgan davr hisoblanadi.